G'aroyib tanlov. Feruza Jalilova. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadimdamas, ayni kunlarda Toshkentning so'lim mahallalaridan birida Fotima va Zuhra ismli opa-singillar yashar ekan. Fotima juda odobli, mehnatsevar qiz ekan. Ozoda kiyinar, xonasini sarishta tutar, o'yinchoqlarini o'ynab bo'lgach, javonga chiroyli qilib terib chiqar, bog'dagi rang-yorang gul va rayhonlardan uzib, guldonga solib qo'yarkan. Sochlarini silliq tarab, chiroyli turmaklab yurarkan. Singlisi Zuhra esa uning butunlay aksi bo'lib, 5 yoshga kirsa ham erkaligini tashlay demas ekan. Opasi Fotimani sensirar ekan. Buvisi Zuhraga Fotima sendan katta, uni opa degin desa, uni opa desam, u ham meni opa desin, deya qaysarlik qilar ekan. Oyisiga ovqatimni yedirib qo'ying, deya xarxasha qilar, kiyimlarini tartibsiz yechib tashlar, sochlarini tarashga ham erinar ekan. Buvisi yuz-qo'llaringni, tishlaringni yuvib kel desa, kecha yuvdim-ku, deb turib olar ekan. Xonasida shirinliklarning qog'ozlari, qo'l-oyoqlari singan, uzilgan o'yinchoq va qo'g'irchoqlar sochilib yotarkan. Bir kuni buvisi qizlarni yoniga chaqirib, Sarishta qiz nomli tanlov o'tkazish niyatida ekanini aytibdi. Tanlov shartiga ko'ra, kimning xonasidan ko'p chiqindi chiqsa, o'sha tanlov g'olibi bo'lar ekan. Tanlov boshlanibdi. Buvisining ishorasi bilan opa-singil ishga kirishib ketishibdi. Zuhra bir zumda xonasidan bir chelak chiqindi yig'ibdi. Fotima quruq qo'l bilan chiqibdi va tanlov g'olibi bo'la olmasligidan xafa bo'libdi. Zuhra esa xursand bo'lgancha buvisining uni g'olib deya e'lon qilishini kutib turibdi. Lekin tanlov u kutgandek yakunlanmabdi. Buvisi Zuhrani emas, Fotimani g'olib deb e'lon qilibdi.